Diqqat aholiga xushxabar. Bugun 1-avgust sanasidan boshlab o'zbekistonliklar hayotida katta o'zgarishlar bo'ladi. Kimlarga pul berilishi, oyliklar qanchaga oshishi, pensiyalar, nafaqalar ko'tarilgan narxlarda kimlarga berilishi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana shu xabar kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, uzoq kutilgan xush xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun esa bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat! Bugun 1-avgust sanasidan boshlab O'zbekistonda va qonunchiligimizda bir qator o'zgarishlar kuchga kiradi. Jumladan, birinchi, jarima maydonchasidan avtomobillarni endi olib chiqish uchun QR kodli elektron ruxsatnoma olishingiz shart bo'ladi. Ikkinchidan, 1-avgustdan O'zbekistonning fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda mehnat nizolari ko'rishishga ixtisoslashtirilgan sudyalar faoliyat yurita boshlaydi. Uchinchi, yo'qolib ketishi xavfi yuqori bo'lgan hayvonlarda ovlash taqiqlandi. 4. O'zbekistonda sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qoidalari buzilishi haqidagi foto va video orqali xabar bergan shaxslarni rag'batlantirish tartibi joriy etiladi. 5. Issiqxonalarni isitish, mazut, bitum va shinalarni yoqqanlik uchun jarimalar joriy etiladi. 6. Eskirgan avtotransportlarni topshirganlarga avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi. O'zbekistonda 1-avgustdan Trade N dasturi doirasida eskirgan avtotransportlarni topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi transport vositalarini xarid qilish uchun avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi. 7. Bir qator davlat arxivlarini funksiyalarini to'liq raqamlashtirish joriy etiladi. 24-noyabr kuni qabul qilingan prezident farmoniga muvofiq 1-avgustdan quyidagi davlat arxivlari funksiyalari to'liq raqamlashtirish holatiga amalga oshiriladi. 8. Tashabbusli budjet jarayonlarida deputatlar imkoniyatlari kengaytirilmoqda. 9. Soliq xizmatlarini baholash imkoniyati endi yaratiladi. 10. $500 naqd valyutani hujjatsiz O'zbekistonda endi banklardan olish mumkin bo'ldi. Aziz do'stlar, ushbu xabarlar, yangiliklar, o'zgarishlar haqida sizning fikringiz qanday? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring va like bosishni unutmang.